Prem portlatib yubordinglar. Mana shu missiya B va missiya A setlarini qanday qilib odamlar tekinga olgan deb. Hozir sizlarga shu narsani ko'rsatib beraman. Demak, salom ko'ksimda o'ng qo'lim ta'zim qilib aytaman. Assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek Real PUBG. Bugungi videomda sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bu bizning ikkinchi kanalimiz jigarlar. Bu yerda bilsanglar faqat oldi, open case'lar, shunaqa narsalarni ko'rsatib beraman. Nu do'stlar, videoni boshlamasdan oldin sizlarga har doim aytib o'tganman. Prosta tak mana shu videoni ko'rib turibsizlar, tekinga UC ishlab olsanglar bo'ladi. Qanday qilib desanglar, atigi 1 sekund vaqtingiz ketadi. Videoga bittadan like bosasizlar, kanalimizga podpiska tashlab, qo'ng'iroqchani bosib qo'yasizlar, kommentariyaga xohlagancha kommentariy yozib, ID raqam yozib qoldirasizlar. Keyingi videoda random orqali g'olib aniqlab, o'z UC'sini tashlab beramiz. Tak, men bu yerda chiqadi. Bundan oldingi videomiz g'olibi, bularga UC'larni tashlab berdik. Agarda sizlar ham yutmoqchi bo'lsanglar, atigi 1 sekund vaqtingizni ajratib turib, podpiska tashlab, like bosib qo'ysanglar bo'ldi. Xo'p, jigarlar, unda ortiqcha gap so'z kerak emas. Videoni boshladik. Haligacha ko'p kishi bilmasgan missiya B va missiya A setlarini mutlaqo vaqtida tekinga olinganligini ko'p kishi o'ylarkan, anchagina UC sarflab turib olingan deb. Hozir shuni ko'rib chiqamiz, qanday qilib tekinga olgan odamlar, shularni ko'ramiz. Xo'p, demak, boshladik unda. Mana haqiqiy oldi public, bratga e'tibor bersanglar, 0 UC'lar bor, umuman UC'lar yo'q. Demak, atigi account leveli ham 49 ekan. Xo'p. Bu yerda mana bu yerda nima qilyapti endi? Da, qo'shiqlarni to'g'rilab chiqyapti. Sovg'alarni oldi. Tak, mana jigarlar o'sha missiya nikini qaranglar, missiya bajarib turib, missiya setlarini olgan. Bilmadim. Xo'p, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Missiya A, missiya B, mana bu yerda qora qanaqadir ishton. Shunaqa narsalar bor ekan. Xo'p. Bratimizda hozir tangalari yetarli ekan ikkita setni olishga. Tak, endi o'rmasalar bo'ldi. Ketdi mana. Bam! Oldi. Ko'rdinglar, hech qanaqa UC ishlatmasdan mana bu setni oldi. Endi hozir qanday qilib olganini o'yinga kirib ko'rsatib berish kerak, adashmasam. Tak. Birinchi hozir kiygizadi kiyimmi? Da, vot, men oldin aytib beryapman sizlarga, o'sha bilaman-da. Hozir kiygizadi, keyin o'yinga kirib ketadi. Jigarlar. Qaranglar. Oy, men bu setni qaranglar, men bu setni. Bilganlar bormi bu setni? Oq shortik, ishoninglar, juda ham noyob bor. Misol uchun mana qaranglar. Ko'k shorti bor, qora shorti bor, bilsanglar, juda ham ko'p. Qizili ham bor endi, noyob gidada bir 1000 ta 2000 ta akkauntda bitta ikkita uchraydi, lekin mana shu oq shortik vashshi noyob bor. Agarda sizlarning akkauntingizda bo'lsa, shu gapirganim shuni kesib turib, akkauntingizga kirib ko'rsatinglar, addushi mendan UC podarka, lekin hammaga emas. Birinchi shu 5 kishiga qilaylik, davayt Instagramda videosini qo'yinglar, ko'rsam bo'ldi. Xo'p. Demak, ko'ramiz. Yaxshi kiyimchalarni tanlayapti. Birat, lekin oq shortdagi mensimada ham daji bor. Bir tiyinga ilmadi. Endi lekin o'sha paytda mana shu missiyani umuman qadri bo'lmagan jigarlar, umuman qaranglar, mutlaqo tekin. Xuddi mana bu hozir payt qanaqadir missiya keladi-yu, zadaniyalar. O'shalarning ichida mana kiyimlar beradi-yu, xuddi shunga o'xshashdi. Umuman mensimaganlar. Mana bu inventar ko'rishini nima dedim? Ko'rinish bo'lib ketdi-yu. Inventar ko'rinishi voy, mana bu kartani qaranglar. Men chesti unaqa oldi igrok emasman, mana buni qaranglar, mana kartani. Qaranglar, shuni bosyapti hozir, mana buni qaranglar. Nima bu? Faqat Erangi Miramar. Turishini qaranglar. Yemma. Realni g'alat, ha? Qaranglar, vobshe hozirgi payt haqida public ancha rivojlanib ketibdi jigarlar, mana buni qaranglar, hozirgi paytda. Yaxshi. Yana bitta narsani hozirlarga eslatib o'taman. Hozirgi kunda missiya B va missiya A setlarini olish umuman iloji yo'q. Faqat fake videolarni ko'rasizlar, xolos sizlarni ijtimoiy tarmoqlardan videolar chiqadi-yu, missiya setini tekinga olish, bu balo-batar, u narsalar umuman yo'q.
Xo'p, lekin Real PUBG bilan yursanglar hamma narsaning iloji bor. Qaranglar. Shunda akkauntimga o'tamiz. Mana akkauntimda missiya B ham bor, missiya A ham bor. Ikkitasi ham bor. Mana shu akkaunt aynan sizniki bo'lishi mumkin. Qaranglar, akkauntimizda ham 3 ta M406, 2 ta superkar, old akkaunt S2 dan o'ynalayotgan. Xo'sh, bu akkauntni qanday qilib yuta olamiz desanglar, men bu akkauntni konkursga qo'yardim. O'zimni yaxshi ko'rgan akkauntim. Tak, yutib olish uchun prosta shu videoni описаниесida silka qoldiraman, silkani bosasizlar, kanalga o'tasizlar, qadab qo'yganman, kirib turib, konkursga qatnashib qo'ysanglar bo'ldi jigarlar. Ko'p reklama qila olmayman, YouTube tomonidan jalba kelishi mumkin. Nu, atigi 1 sekund vaqtingizni ajratib turib, mana shu akkaunt sizlarniki bo'lishi mumkin va boshqa sovg'alar ham bor. Hozir zaradga ham уже tugayapti. Bu takshda hozir videoga pauza berib turib borib qatnashib kelinglar yoki-da video tugagandan keyin borib turib qatnashinglar. Обязательно esinglardan chiqarmanglar. Dayt anu videoni oxirigacha ko'ringlar. Xo'sh, bu yerda endi menimcha o'yinni boshlaydi. Mana matching o'yinni boshlanishini qaranglar. Mana shunaqa tepada voy bo'lmaskan. Tepada mana shu holatda bo'lar ekan. Hozir payt start knopkasi pastda, bilasizlar. No, lekin buni bilardim. Men o'ynayotgan paytda ham bu o'yinni boshlash knopkasi tepada bo'lardi. Endi men ham sal-pal old igrokman, jigarlar, jaynoqa yerga urib tashamanglar. Tak, o'yinga kirish, interface, ajoyib interface. Xo'p. Lekin tan olinglar, jigarlar, shu PUBG boshlanishiga bir 8 yillik bo'lgan bo'lsa ham ancha rivojlanib ketdi, to'g'rimi? Prям ancha rivojlanib ketdi borib. Men real hayron qoldim borib. Tak, o'yin kirib oldi. Oy, aytdim bu nima qotyapti desam, brat, Androidda zapis qilayotgan ekan-ku, shunga qotyapti-da. Xo'sh, da, missiya B7 hozir maqtanyapti. Endi qanday qilib olingan, qanaqa zadaniyalarni bajarish, hozir shularni video davomida ko'rsatib beradi jigarlar. Tak, 20 sekund vaqt qoldi hozir samolyotda uchishga. Jigarlar, yana bitta narsani eslatib o'tay. Ko'rib turibsizlar, men o'zim yoqtirgan akkaunt sizlarga podarka qo'yapman, lekin menga maksimalni poddershka kerak. Qanaqa desanglar, bu bizning ikkinchi kanalimiz. Buni ham 100 mingta qilishimiz kerak. Nimaga deganda, bilsanglar, mana birinchi kanalim 120 mingtaga yaqinlashib qoldi, lekin bizga YouTube tomonidan beriladigan knopka, hammani pashti orzusi bo'lgan o'sha knopkani bizga bermadi. To'g'risi, meni ham orzuyim pashti 4 yildan beri shu knopkani olishga harakat qilaman. Ikkita kanalim 100 ming bo'ldi, ikkitasida ham knopka yo'q. Bu 3-kanalni ochdim. O'shaning uchun jigarlar, agar qiyin bo'lmasa, prosta poddershka qilib, hozir sizlar like bossanglar, podpiska tashlasanglar, menga pul kelmaydi. Qiyin bo'lmasa, 1 sekund vaqtingizda shunday videoga like bosib, kanalimizga podpiska tashlab, qo'ng'iroqchalarni bosib qo'yinglar. Tez orada bu kanalda streamlar yoqishni boshlayman. Dayt, bossanglarmi? Sizlarga ishondim. Xo'p, endi o'zi pastga tushib ketishni boshladi. Tak. Bu yerlarni kesib yuboramizmi? Nima deysizlar? Mana eson-omon pastga tushib oldi. Endi jigarlar, ozgina qotish bor, e'tibor bermaysizlar. Endi bundan 8 yil oldin nimani kutyapsizlar PUBGdan? Qotish bo'ladi ekan işte. Hozirgi Free Fire grafikasiga o'xshab qolgan ekan. Uzr, assojdagi Free Fire o'ynaydiganlar meni yomon ko'rib qo'ymanglar. Tak. Ko'ramiz. Xo'p, bu bratni aytishi bo'yicha ishlatdi demayapti, tushunmayapman. Hind tilida gapiryapti, umuman tushunmayapman. Короче, prosta o'yinga kirib turib o'ynash kerak ekan, tipa monetalar bo'lar ekan, o'sha monetalarni yig'ish kerak ekan deb tushuntirib beryapti. Men tushunishim bo'yicha, ya'ni 100% emas, короче, o'ynash kerak ekan. Qanchadir miqdorda o'ynasanglar, o'zi shunaqa jetonlar yig'ilar ekan. Videoni boshida ko'rgan bo'lsanglar, oq jeton turadi. Shu 70 taga missiya B setini, missiya A setini olsa bo'lardi. O'shanaqa jetonlarni o'ynab turib to'plasak bo'lar ekan. Shunaqa deb tushuntiryapti. Botam otomadi bu. Botni otomadi. Prikolni. Xo'p, endi odammi bu? Oy. Ta, короче, jigarlar, shunaqa gaplar ekan. Xo'p, qissa qilib tushuntirib beraman. Bu setlarni olish uchun prosta o'yinga kirib, o'ynab yursanglar bo'ldi ekan. Mana shunaqa, nima deydi bu, mana PUBG deb yozib qo'yibdi. Oq
o'shalarni yig'ib turib osongina tekinga mana shu setlarni olsak bo'lardi ekan. Endi afsuski bu narsani hozir payt iloji yo'q. Men to'g'ri tushunasizlar. Yaxshi, agarda hozir qaytarib qo'yishsa, ishoninglar PUBG tugaydi. Ya'ni aytaman, mana shu setlarni qaytarishsa, ishoninglar PUBG tugaydi. Demak, jigarlar, videomizni tushuntirib berdim. Videomiz ham o'z nuqtasiga yetyapti. Sizlarga videoni oxirida yana bitta yangiligim bor. Qanaqa ekan desanglar, oxir paytlar sezayotgan bo'lsanglar, O'zbekistonda juda ham ko'p yuz servislarda narxlar ancha oshib ketdi. Sezdinglarmi? Kommentga yozib qoldiringlar. Bizda narxlar oshmadi, nabarot tushdi. Men o'zimga uverin bo'lib ayta olaman, nafaqat O'zbekistonda yer sharidagi eng arzon yuz servis qilib qo'ydik. Tak что, yuzini begona qilmanglar. Bu birinchisi. Ikkinchisi, hozir menga podдержка qilib, videoga like bosib, kanalimizga podpiska tashab, qo'ng'iroqchalarni bosib, screenshot olasizlar. Sizlarga qachon yuzga kerak bo'lgan payt, shuni adminga o'sha screenshot tashab, YouTube dan keldim deb yozib qoldirsanglar, sizlarga yanada yuz narxlarini arzonlashtirib berishadi. Tak что, jigarlar, bunaqasini hali hech kim qilmagan. Tan olinglar. Davay. Yuz kerak bo'lsa, shu video описаниесida link qoldiraman, o'tinglar, adminga yozinglar. Demak, jigarlar, davay. Mana do'stlar, bugungi videomiz ham o'z nuqtasiga yetdi. Sizlar bilan Real PUBG bo'ldi. Mana ko'p kishi izlanib yurgan narsasiga men qisqa qilib javob berib o'tdim. Demak do'stlar, videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, обязательно menga podдержка qilib, videoga like bosib, podpiska knopkasini bosib, qo'ng'iroqchalarni bosib qo'yinglar. Mana shu akkaunt aynan sizlarniki bo'lishi mumkin. Buni yutib olish uchun shu videodagi описание bilan link описание ko'rsanglar, link qoldiraman, linkni bosinglar, kanalga o'tasizlar va qadab qo'yganman. Konkursga qatnashib qo'yinglar, agarda omadinglar kelib qolsa, mana shu akkaunt va boshqa sovg'alar sizlarniki bo'lishi mumkin. Давайте, charchamanglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.